Bormanglar ham qishloqlar. O'zingda bor, ukam. 30 yil bo'ldi kelgan o'zaga. Biramizga olmaganmi deyman qo'shni? Akalar qishloqdan kelyapman. Yana qishloq deydi-ya, ey. Akmal aka, Ha, uyingizga kiruvdim. xo'sh. Enamiz hovlida o'choqda ovqat pishirayotgan ekan. Otangiz obdasni ko'tarib, hovlining tagiga ketayotgan ekan. Shu bitta xonman bilan oshxona qilib bersangiz bo'lar ekan. Yog'i paroto qo'shni. Qilib qo'ymoqmi deysiz? Nima edi? 13 minglik darvozami? Asad aka. Opangiz operatsiyasiga qishloqdoshlar pul yig'ishayotgan ekan. Sizga ham 3-4 so'm berarmikan deyishyapti. Mayli. Sog' bo'lingizlar. Tashkentliklar.